Hozir biz Zikirga keldik. Ko'ryapsizlar, pavilyoni juda katta. Zikir boshlanishida bitta ikkita model bilan boshlagan. Kuchayib ketdi. Shanxayda joylashgan Zikirni nimasi, adashmasam, headquarteri 007 Zikir. GT'si bu. Sport versiyasi. Oynalar, faralarni ko'ryapsizlarmi? Bu faralar yuboy yozuv qo'ysanglar bo'ladi, proyektor asosida ham ishlaydi. Do'stlar, hozir biz Zikir 001 ga keldik. Rangini hozir ko'rsatamiz. Birinchi ichkarisini ko'rsatdik sizlarga. Обновленный versiyasi bu Zikirni. Ko'ryapsizlarmi? Ruli zo'r. Bu yerda mana nimalari bari. Hozir bu yerda masajli nimasini yoqib qo'yibdi. Bemalol masaj qilyapti. Eshiklari yopilgan, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda mana panorama lyuk. Zikir juda zo'r mashina. Bari. 让我们听一首音乐放松一下吧，祝您赏车愉快。 Hozir bu yerda akalar голосовой nimani ishlatyapti. 欢迎体验极客001， Zo'r 为您 ekan 打开 Zikir. 香氛系统及座椅按摩，让我们听一首音乐 Hozir 放松一下 sizlarga 吧。 tashqarisidan ko'rsatamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, hamma mashina knopkada ishlaydi. Bemalol yopiladi. Ochsak ham mana ochilyapti. 欢迎体验极客001， Nega oxirigacha ochilmadi? 香氛系统及座椅 Avatarda 按摩 oxirigacha ochilardi. 听一首音乐 Zikir 001. Bu yerda mana orqasini ko'rsanglar bo'ladi. 最新的价格。 Bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. 5 kishi qiynaladi Zikirning orqasida. Bemalol o'tirib ketishga. Lekin yopilishi zo'r. Zikir rangiga e'tibor beringlar. Bunaqa rangi hali yo'q edi Zikirda, yangi rangi. Bu orqa tomonidan. Oldidan ko'rsataylik. Zikir mana bu bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga xarakteristikalari haqida so'rab bilib beramiz. Lekin mashinaga bitta videoga baho beringlar. Ko'ryapsizlarmi? 001. Bunaqa rang hali Xitoyda ham yo'q, Shanxayda ham ko'rmaganmiz biz. Rangi lekin juda zo'r ekan. Hozir narx-navosini bilib sizlarga aytib beramiz. Undan tashqari Zikirda mana bu yerda sport versiyasi turibdi. 001R mi degan 001R degan. Hozir bunga ham alohida o'tamiz. Mana narxini bilaylik. Hozir narxini so'radik. Bu 001 da yangilangan versiyasi. Xitoydagi narxi 35 mingdan 45 minggacha boshlanadi dollarda. 35 ming 45 ming dollar dedi. Masofasi 500 kilometr dedi. Endi bu haydashinglarga bog'liq. 500-700 bo'lsa kerak. Zaryadka quvvatlanishi 15-20 daqiqada 80% ga to'lib beradi. Hozir sizlarga endi sport versiyasini ko'rsatamiz. Sport versiyasi 2 barobar qimmat turadi. Bu yerda hozir Zikir R versiyasi 001R sport versiyasi narxi, buni narxi 105 ming dollar dedi. Juda qimmat ekan 001 ga qaraganda. Nimaga qimmat? Chunki bu 1200 ta ot kuchi bor ekan va ko'p joyi karbon fiber qo'yilgan dedi. Yengillashtirish uchun. 1 dan 100 gacha 2,5 sekundda chiqadi dedi. Lekin masofasi juda kam. 300 kilometr yurib beradi. Hozir endi ichkarisidan ko'rishga harakat qilamiz. Tashqarisidan ko'rsanglar, hamma joyda karbon fiber qo'ygan. Diskalari juda katta, 22 diska qo'yilgan. Orqasida kichkinagina spoilercha qo'ygan. Va hamma joyida mana bunaqa R degan belgisi bor. Mana orqasida ham spoileri bor. Bu orqa tomondan ko'rinishi. Do'stlar, hozir Zikir 007 ga keldik. Bu Toshkentda Instagramlarda ko'rgan bo'lsangiz bo'ladi. Zikirning narxini qanaqa bilsa bo'ladi? WeChatdan Zikir appga kirsanglar bo'ladi. 00 masalan modeliga kirasizlar, bosasizlar va narxini bilsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu model sariq rangda emas, endi 210 mingdan 300 ming yuangacha boshlanadi. 2.9 sekundda chiqadi eng tezi. Bazovisi 501 da 688 kilometr yurar ekan. Eng ko'p tez yuradigani 660. Eng uzoq yuradigani 870 kilometr ekan. Shunaqa bemalol Zikirda narxini bilsa bo'ladi. Tashqarisidan ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu rangi lekin udar rang.
Akalar qochib turinglar, ko'ryapsizlar, mambutlari ham karbon fiber qilingan. Zo'r ekan, Zikr 007. Toshkentda adashmasam bitta ko'rgan edim men. Sariq rangini, imенно sariq rangi. Bu o'sha sariq rangini update qilingani, ya'ni yangilangan, bu yil chiqarilgan. Qachon sotuvga chiqarilishi, mana o'sha sotib olsa bo'ladi, lekin именно mana bunaqa sariq poloskalar bilan yoki mana bunaqa mana bu yerda karbonga o'xshagan nimasi bor, shunaqa bilan sotib olishda iloji bormi yo'qmi bilmayman. Eshik knopkada ochiladi, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerlari полный zamshovoy. Endi aka o'tiribdi. Knopkada yopiladi. Keyin Zikrda mana bu modellarida, boshqa modellarda ham kartochka bor, NFC. NFC ni qo'yib, bemalol ochsa bo'ladi, Teslaga o'xshab. Orqa tomoni ham mana ko'ryapsizlar, knopkada ochiladi. Bemalol ochib yopsa bo'ladi. Bir xillat bilmaganlar agar kirra qilsa, odamlar hayron bo'ladi, ruchkasi qani deb. Aslida knopka. Bu yerda mana bagajnigi ko'rsanglar bo'ladi. Yukxonasi. Yukxonasi juda past ekan. Narsa qo'yishga sal qiyinroq. Lekin 300 ming yuanga menimcha zo'r. Bemalol yopib qo'ysanglar bo'ladi. Yopib qo'ydim. To'xtarmikan? Ha, to'xtadi. Hozir endi ichkarisidan ko'rsatishga harakat qilamiz, oka tursa. Haydaymiz okani. Mashinani pastligini ko'ryapsizlarmi? Juda past mashina. O'zbekiston yo'llariga bo'ladimi, yo'qmi? Ko'ramiz. Zikr 007 ni mashinani sport versiyasi desa bo'ladi. Pastligini ko'ryapsizlarmi? Mana shuncha. Mana. Oyog'im bo'lsa, mana ko'ryapsizlarmi? O'zi tep turibdi. Menimcha bittani lejachий politseyskidan o'tsanglar, o'zi tep qolishi mumkin. Oka ham turgisi kelmayapti. Nima deymiz endi? Mamdoq qilib olsak bo'ladi videoga. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisi. Mana bu yerda rulida nimalari bor, 360 kamerani bosib bo'ladi. Bemalol. Hozir biz Zikrda yangi mashinasiga keldik. X9 deyiladi, X9. Ko'rib turibsizlar, hamma blogerlar, nimalar, mashinaga qiziqqanlar hamma shuni olyapti. Nimaga? Zikr Rolls-Royce Culliningga javob qilib, mana shu mashinani chiqarmoqchi va ko'rib turibsizlar, mashina yon tomondan Range Rover bilan Culliningga o'xshab ketadi. Diskalari esa Brabusga o'xshaydi. Hozir sizlarga oldi tomondan birinchi ko'rsataylik. Oldi tomondan juda bagati ko'rinadi. 9X. Ko'ryapsizlarmi? Ichkarisiga kiritish mumkin emas, kiritmayapti hech kimda, chunki yangi mashina hali narxi ham chiqmagan. Nech pul turishini ham bilmaydi, qanaqa spetsifikatsiyaligini ham aytishmayapti. Lekin ko'rinishi zo'r. Eng zo'r yoqqani menga orqa tomoni yoqdi. Hozir orqa tomonni ko'rsatamiz. Yonidan ham juda zo'r ko'rinar ekan. Endi chiqarishsa, bilmadim, bu juda luxury bo'lib chiqsa kerak. Hamma joy Zikr bo'lib, orqa tomonida Range Rover o'ziga o'xshab ketar ekan. Ko'ryapsizlar, 9X. Faralari zo'r, Zikr. Lekin nima, Range Roverda copy paste qo'yganga o'xshab qolgan. Hozir biz endi boshqa joylarni ko'ramiz Zikrda. Biz hozir zapchastga bog'liq savollarni qiziqamiz Zikrda, chunki ko'pchilik chiqadi. Dealer mashina sotgan bilan zapchastlari yo'q. Shuning uchun hozir bilib olamiz shu narsalarni.